Bugun men pensionerlar uchun kuzgi ustama bo'yicha juda muhim masalani tushuntiraman. Chunki bu mavzu ko'pchilik o'ylagandan ancha jiddiyroq. Gap faqat bir martalik qo'shimcha pul haqida emas, balki pensiya miqdori, ijtimoiy yordam, kompensatsiya, indeksatsiya va hujjatlardagi kichik xatolar sababli odam o'ziga tegishli mablag'ni ololmay qolishi mumkin bo'lgan holatlar haqida ketmoqda. Bu ma'lumot pensionerning o'ziga ham, ota-onasi yoki buvisi bobosining hujjatlarini yuritayotgan farzandlarga ham tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiya olayotganda hammasi avtomatik hisoblanadi deb o'ylardi. Ya'ni yoshga doir pensiya tayinlangan bo'lsa, har oy pul kartaga tushadi yoki naqd beriladi. Davlat tomonidan qandaydir ustama bo'lsa ham o'zi qo'shiladi deb ishonishardi. Amalda esa vaziyat har doim ham shunday bo'lmagan. Ba'zi ustamalar avtomatik hisoblangan, ba'zilari esa faqat ariza, tasdiqlovchi hujjat yoki ma'lumotlar bazasidagi yangilanishdan keyin qo'shilgan. Aynan shu yerda ko'p odamlar pul yo'qotgan. Endi nima o'zgardi? Kuzgi ustama atrofidagi yangi tafsilotlar shuni ko'rsatadiki, pensionerlar uchun qo'shimcha to'lovlar faqat pensiya miqdori oshgani bilan cheklanib qolmaydi. Ayrim toifalar uchun ustama alohida hisoblanishi, ayrim hollarda yashash joyi, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yolg'iz yashashi, kommunal kompensatsiya olish huquqi yoki mehnat staji bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar rol o'ynashi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani ta'kidlayman. Pensioner o'z huquqini bilmasa, ko'pincha tizimdagi xatoni ham, yetishmayotgan hujjatni ham vaqtida ko'rmaydi. Kuzgi ustama deganda odamlar ko'pincha bitta oddiy savolni beradi. Menga qancha qo'shiladi? Lekin to'g'ri savol biroz boshqacha bo'lishi kerak. Men qaysi toifaga kiraman? Pensiyam qanday asosda hisoblangan? Mendagi ma'lumotlar to'liqmi? Qo'shimcha imtiyoz yoki kompensatsiyaga huquqim bormi? Chunki bir pensionerga ustama avtomatik tushishi mumkin. Ikkinchisiga esa xuddi shunday sharoitda ariza kerak bo'lishi mumkin. Farq ba'zan bitta hujjatda, ro'yxatdagi bitta belgilashda yoki eski ma'lumotning yangilanmaganida bo'ladi. Men avvalo pensionerlarni shartli ravishda bir necha guruhga ajratib tushuntiraman. Birinchi guruh oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar. Agar sizning pensiyangiz faqat yosh va ish staji asosida tayinlangan bo'lsa, kuzgi o'zgarishlarda siz eng avvalo pensiya miqdoringiz qayta hisoblanganmi? Indeksatsiya to'g'ri qo'llanganmi? Kartaga tushgan summa avvalgi oy bilan solishtirilganda to'g'ri oshganmi? Shuni tekshirishingiz kerak. Masalan, pensioner avgust oyida 1 million 270 ming so'm olgan. Sentabr yoki oktabr oyida esa o'zgarishdan keyin 1 million 320 ming so'm tushishi kerak bo'lgan bo'lsa, lekin kartaga yana 1 million 220 ming so'm tushsa, bu oddiy kechikish ham bo'lishi mumkin. Hisob kitobdagi xato ham bo'lishi mumkin. Bunday holatda kutib yurmaslik kerak. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu toifada juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki nogironlik guruhi muddati, qayta ko'rik sanasi va tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari pensiya va ustama hisobiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun bir kishi ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning hujjatida nogironlik muddati uzaytirilgan, lekin elektron bazaga bu ma'lumot kech kiritilgan. Natijada ustama hisoblanganda tizim eski ma'lumotni ko'rib, qo'shimcha to'lovni vaqtida qo'shmasligi mumkin. Pensioner esa menga tegishli emas ekan deb o'ylab yurishi mumkin. Men bunday vaziyatda birinchi navbatda pensiya bo'limidan hisob-kitob varaqasini so'rashni maslahat beraman. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar. Bu yerda oilaviy tarkib, o'qiyotgan farzandlar, vasiylik holati va hujjatlarning amal qilish muddati muhim. Masalan, talaba farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsa, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki ustama qo'shilmasligi ehtimoli bor. Keyin odamlar nega kuzgi qo'shimcha menga chiqmadi deb so'rashadi. Sabab esa ko'pincha pensiya huquqining o'zida emas, hujjat tasdiqlanmaganida bo'ladi. 4-guruh yolg'iz yashovchi yoki parvarishga muhtoj pensionerlar. Ayrim hududlarda yolg'iz pensionerlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki doimiy parvarishga muhtoj fuqarolar bo'yicha alohida yordam mexanizmlari bo'lishi mumkin.
Bu yordam har doim pensiya nomi bilan kelmasligi mumkin. Ba'zan u ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam, kommunal kompensatsiya yoki mahalla orqali ajratiladigan yordam ko'rinishida bo'ladi. Shuning uchun pensioner kartasiga tushgan pulni ko'rib, faqat bitta raqam bilan xulosa qilmasligi kerak. Tuman pensiya jamg'armasi, mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi va bankdagi ma'lumotlar bir-biriga mos keladimi? Shuni tekshirish lozim. Keling, oddiy hayotiy misol olaylik. 32 yoshli pensioner ayol oyiga 1 million 1 ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda, kommunal to'lovlar esa qishda keskin oshadi. Kuzgi ustama haqida eshitadi, lekin bu faqat nogironlarga yoki juda kam pensiya oladiganlarga berilsa kerak deb hujjatlarni tekshirtirmaydi. Aslida esa uning mahalla ro'yxatida yolg'iz yashovchi sifatida qayd etilmagani sababli ayrim yordam turlaridan chetda qolgan bo'lishi mumkin. Agar u fuqarolar yig'iniga borib yashash holatini tasdiqlatsa, pensiya bo'limidan pensiya miqdori bo'yicha ma'lumot olsa, ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilsa, ehtimol unga tegishli yordam aniqlanishi mumkin. Yana bir misol. 72 yoshli erkak kishi 1 yildan ortiq ishlagan, lekin pensiya hujjatlari eski davrda tayinlangan. Mehnat daftarchasidagi ayrim yillar to'liq kiritilmagan yoki arxiv ma'lumotlari vaqtida topilmagan. U har oy 1 million 400 ming so'm oladi. Kuzgi qayta hisoblash bo'lganda ham tizim faqat mavjud ma'lumotlar asosida hisoblaydi. Agar uning 5 yillik ish stajidan olinmagan bo'lsa, ustama ham pastroq bazaga qo'shiladi. Bu degani, muammo faqat ustama miqdorida emas, balki pensiyaning boshlang'ich hisobida ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, eski pensiya ishini kamida 1 marta tekshirtirish kerak. Agar sizning pensiyangiz muntazam kelayotgan bo'lsa, oxirgi oylarda summa oshgani aniq ko'rinsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, nogironlik yoki qo'shimcha imtiyoz bo'yicha hujjatlaringiz muddati o'tmagan bo'lsa, sizda jiddiy xavotir uchun asos kamroq. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki xato bo'lmasa ham siz o'z hisobingizni bilib olasiz. Ko'proq e'tibor berishi kerak bo'lganlar esa quyidagilar. Pensiyasi juda past bo'lganlar, oxirgi oylarda to'lov miqdori o'zgarmaganlar, nogironlik hujjati yaqinda yangilanganlar, pasportini almashtirganlar, bank kartasi muddati tugaganlar, boshqa tumanga ko'chganlar, yolg'iz yashovchi bo'lsa-da ro'yxatda turmaganlar, mehnat stajida shubha bo'lganlar, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lganlar. Mana shu toifalarda kichik kechikish yoki e'tiborsizlik pulga aylanadi. Misol uchun, pensioner sentabr oyida pasportini almashtirgan, bankdagi ma'lumot eski pasport bilan qolgan, pensiya tizimida esa yangi ma'lumot yangilangan. Ba'zan bunday mos kelmaslik sababli to'lov kechikishi mumkin yoki karta muddati tugaydi. Pensioner esa pensiya kelmadi deb o'ylaydi. Aslida pul qaytgan bo'lishi, yangi kartaga bog'lash kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun kuzgi ustama haqida gap ketganda faqat davlat qarorini emas, oddiy texnik holatlarni ham tekshirish kerak. Eng katta nozik jihatlardan biri shuki, hamma qo'shimcha to'lov ham bir xil sanada tushmaydi. Ba'zan pensiya oyining boshida ustama yoki farq esa keyinroq tushishi mumkin. Pensioner birinchi pul tushgan kuni menga qo'shilmadi deb xafa bo'ladi, lekin tizimda qayta hisoblash jarayoni hali yakunlanmagan bo'lishi mumkin. Biroq bu kutaverish kerak degani emas. Agar bir oy to'liq o'tsa va farq tushmasa, albatta so'rash kerak. Ikkinchi nozik jihat, ustama miqdori hamma uchun bir xil bo'lmasligi mumkin. Odamlar qo'shnisidan eshitadi. Menga 200 ming qo'shildi. Keyin o'ziga 120 ming qo'shilsa, darrov xato deb o'ylaydi. Aslida qo'shnining pensiya turi boshqa, staji boshqa, imtiyozi boshqa yoki unga bir necha oylik farq birga tushgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun solishtirishda ehtiyot bo'lish kerak. To'g'ri solishtirish faqat hisob-kitob varaqasi orqali bo'ladi. Avvalgi pensiya bazasi qancha? Yangi koeffitsient qanday? Qo'shimcha to'lov qaysi sanadan hisoblangan? Qarzdorlik yoki ushlab qolish bormi? Uchinchi nozik jihat, ayrim pensionerlarda pensiyadan ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Masalan, oldin ortiqcha to'langan summa qaytarilayotgan bo'lishi, aliment, qarzdorlik yoki sud hujjati asosida ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bunday holatda ustama hisoblangan bo'lsa ham, pensioner qo'lga oladigan summa kamroq ko'rinadi. Men buni juda oddiy tushuntiraman. Hisoblangan pensiya boshqa, kartaga tushgan sof summa boshqa bo'lishi mumkin. Aynan shuning uchun hisob-kitobni so'rash zarur. To'rtinchi nozik jihat,
yashash joyi bo'yicha ro'yxat va haqiqiy yashash joyi. Pensioner bir tumanda ro'yxatda, lekin boshqa joyda yashasa, ayrim ijtimoiy yordamlar, mahalla ro'yxati, yolg'iz yashovchi sifatidagi tasdiq yoki parvarish masalalarida muammo chiqishi mumkin. Pensiya umumiy tartibda kelaverishi mumkin. Ammo qo'shimcha yordamlar joylardagi ma'lumotlarga bog'liq bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun haqiqiy yashash holati hujjatlarda imkon qadar to'g'ri aks etgani yaxshi. 5-nozik jihat. Menga telefon qilishdi, pulingizni chiqarib beramiz degan aldovlar. Kuzgi ustama indeksatsiya qo'shimcha to'lov degan gaplar tarqalganda firibgarlar faollashadi. Ular pensionerdan karta raqami, SMS kod, pasport rasmi, bank ilovasiga kirish paroli yoki oldindan to'lov so'rashi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech qaysi rasmiy idora sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensiya yoki ustama olish uchun begona odamga karta ma'lumotlarini bermang. Agar kimdir men pensiya bo'limidanman desa, telefon orqali shaxsiy kod aytmang. O'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki idoraga boring. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq ketma-ketlik beraman. Birinchi qadam. Oxirgi 3 oydagi pensiya tushumlarini tekshiring. Bank kartangiz bo'lsa, bank ilovasidan yoki bankomatdan ko'ring. Naqd olsangiz, berilgan kvitansiya yoki qaydnoma bo'yicha summalarni yozib chiqing. Masalan, avgustda qancha oldingiz, sentabrda qancha, oktyabrda qancha. Raqamlar qo'lda yozilgan bo'lsa, hammayli asosiy solishtirish imkoniyati bo'lsin. Ikkinchi qadam. Pensiya bo'limidan yoki tegishli rasmiy xizmatdan pensiya hisob-kitobi haqida ma'lumot so'rang. Siz shunchaki menga qancha qo'shildi deb emas, pensiyam qaysi asosda hisoblangan? Oxirgi qayta hisoblash qachon qilingan? Ustama qaysi sanadan qo'llangan ushlab qolishlar bormi deb so'rashingiz kerak. Savol qanchalik aniq bo'lsa, javob ham shunchalik foydali bo'ladi. Uchinchi qadam. Hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi ma'lumoti, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, yolg'iz yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar. Hamma hujjat har kimga kerak bo'lmaydi. Lekin o'zingizga tegishlisini oldindan yig'ib qo'ysangiz, vaqt yo'qotmaysiz. 4-qadam. Agar summada farq ko'rsangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi. Lekin yozma murojaatning kuchi boshqacha. Murojaatda ism, familiyangizni, yashash manzilingizni, telefon raqamingizni, pensiya turini yozing. So'ng oxirgi qayta hisoblash bo'yicha pensiya miqdorim va kuzgi ustama qo'llanishi yuzasidan tushuntirish berishingizni, agar hisob-kitobda xato bo'lsa, qayta hisoblab, farq summasini to'lab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Sana qo'ying, imzo qo'ying, qabul qilinganini tasdiqlatuvchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 5-qadam. Mahallaga va ijtimoiy himoya bo'limiga alohida murojaat qiling. Ayniqsa yolg'iz yashasangiz, nogironligingiz bo'lsa, daromadingiz juda past bo'lsa yoki dori-darmon, kommunal to'lov, parvarish xarajatlari og'irlik qilsa. Chunki pensiya bo'limi faqat pensiya masalasini ko'rishi mumkin. Ijtimoiy yordam esa boshqa tizim orqali yurishi mumkin. Ko'p odamlar shu farqni bilmagani uchun o'ziga tegishli yordamdan foydalanmaydi. 6-qadam. Bank masalasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Pasport ma'lumoti yangilanganmi? Pensiya eski kartaga yuborilmayaptimi? Bank hisobingiz faolmi? Bu juda oddiy ko'rinadi. Lekin amalda ko'p muammo aynan shu yerdan chiqadi. Agar pensioner bankka borishga qiynalsa, yaqin qarindoshi yordam berishi mumkin, lekin karta PIN kodi va SMS kod baribir hech kimga berilmasligi kerak. 7-qadam. Eski stajni qayta ko'rib chiqing. Agar siz 1990-yillar yoki undan oldingi davrlarda ishlagan bo'lsangiz, ayrim ish joylari yopilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda arxiv va ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Mehnat daftarchasida yozuv noaniq bo'lsa, muhr o'qilmasa, buyruq raqami bo'lmasa, pensiya hisobida o'sha davr to'liq olinmagan bo'lishi mumkin. Bu nafaqat bugungi pensiyaga, balki har qanday keyingi ustama va qayta hisoblashga ham ta'sir qiladi. Yana bir real vaziyatni tasavvur qiling. Pensioner ayol 35 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda 29 yil staj hisoblangan. O'sha payt baribir pensiya chiqdi-ku deb e'tibor bermagan. Yillar o'tib har bir oshirish pastroq bazaga qo'llanavergan. Natijada u har oy masalan 80 ming yoki 20 ming so'mdan kam olib kelgan bo'lishi mumkin.
Bir yilga hisoblasak bu 20 million so'mdan oshadi. Bir necha yilga hisoblasak ancha jiddiy summa bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya hujjatdagi xato kichkina ko'rinsa ham vaqt o'tishi bilan katta yo'qotishga aylanishi mumkin. 8-qadam oila a'zolari pensionerlarga yordam bersin. Keksalar ko'pincha idora yurishga qiynaladi. Navbatda turish, ariza yozish, ilovadan ko'rish. Bankdagi ma'lumotni tekshirish oson emas. Agar sizning ota-onangiz yoki buvi bobongiz pensiya olsa, ulardan shunchaki pul tushdimi deb so'ramang. Aniq so'rang, qancha tushdi? Oldingi oy qancha edi? Karta muddati qachongacha? Pasport yangilanganmi? Nogironlik hujjatining muddati bormi? Mahalla ro'yxatida holati to'g'ri ko'rsatilganmi? Bu savollar noqulay emas, aksincha ularning haqqini himoya qilish uchun zarur. Eng ko'p o'tkazib yuboriladigan narsa qayta hisoblash sanasi. Agar ustama ma'lum bir sanadan boshlab berilishi kerak bo'lsa, lekin to'lov keyinroq amalga oshirilsa, o'rtadagi farq ham hisoblanishi mumkin. Pensioner faqat oxirgi oy summasini ko'rib, oldingi davr farqini so'ramasligi mumkin. Shuning uchun murojaatda albatta qaysi sanadan hisoblanganini so'rang. Ikkinchi o'tkazib yuboriladigan narsa qo'shimcha maqom. Masalan, urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, nogironligi bo'lgan shaxs, yolg'iz pensioner, boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi kabi maqomlar ayrim holatlarda qo'shimcha huquq berishi mumkin. Ammo bu maqom tizimda ko'rinmasa yoki tasdiqlovchi hujjat topshirilmagan bo'lsa, odam o'z huquqidan foydalana olmaydi. Uchinchi o'tkazib yuboriladigan narsa rasmiy javob olish. Og'zaki sizga tegishli emas degan gap bilan to'xtab qolmang. Agar shubha bo'lsa yozma javob so'rang. Yozma javobda savol ko'rsatiladi. Hujjat yetishmayaptimi? To'yfa mos emasmi? Hisob-kitob allaqachon qilinganmi yoki boshqa sabab bormi? Shunda keyingi qadamni aniq bilasiz. 4-o'tkazib yuboriladigan narsa firibgarlardan himoyalanish. Kuzgi ustama mavzusi qanchalik dolzarb bo'lsa, yolg'on xabarlar ham shunchalik ko'payadi. Hamma pensionerga falon summa beriladi. Ro'yxatdan o'tish uchun havolaga kiring degan xabarlar kelishi mumkin. Rasmiy manbadan tekshirmasdan havolaga kirmang, karta ma'lumotini kiritmang, telefoningizga kelgan kodni aytmang. Haqiqiy to'lovlar rasmiy tizimlar orqali amalga oshiriladi. Men bugun tushuntirgan eng asosiy fikr shuki, kuzgi ustama pensionerlar uchun oddiy qo'shimcha pul emas. U sizning pensiya ishingiz qanchalik to'g'ri yuritilayotganini tekshirish uchun ham muhim signal. Kimdir ustamani avtomatik oladi, kimdir hujjat topshirish kerak bo'ladi, kimdir esa eski xato sababli kamroq olishi mumkin. Shuning uchun summani tekshiring, hujjatlarni tartibga keltiring, yozma murojaat qilishdan tortinmang, bank va mahalla ma'lumotlarini ham ko'zdan kechiring. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq oxirgi 3 oylik to'lovlarni solishtiring. Qaysi summa tushganini yozib chiqing. Shubha bo'lsa pensiya bo'limiga murojaat qiling. Kerakli hujjatlarni yig'ing. O'z haqqingizni bilish uyat emas. Talab qilish esa qonuniy huquqdir. Sizning hududingizda kuzgi ustama bo'yicha qanday holat bo'lyapti? Pul vaqtida tushdimi? Summa o'zgardimi? Biror muammoga duch keldingizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa pensionerlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'ziga tegishli pulni o'tkazib yubormaydi.